ikkinchisi ulan o'tmishdimi minnatdor bo'lish. Men sizga yana bir qatim deb qo'yay. O'tmishda har qancha nachar degan o'tmishingizmi bir minnatdor bo'lgan bir nuqta bo'ldi. Hech yomon bir savoq bo'ldi. Kimdikim o'zining o'tmishidagi yuz bergan ishdan lesson bir savoqni olmag'icha o'tmish takrorlanadi. Siz o'tmishingizdagi shu ishdan hukm qilmaymiz, Manda bo'ldi deb hukm qilmaysiz. Baho bermaysiz, ayiblamaysiz. Faqat o'tmishingizni qayta xuddi Lushandayni, ya'ni VCDni qayta ko'rgandek yezib chiqib, mana shundaq ish beribdi. Buningdan zodi men nimani o'rgandim deb shu savoqni olgan kundan tortib o'tmishning sizni azoblashimi pasaydi, o'tmishning takrorlanishimi pasaydi degan. Bu bek muhim narsa. Bir sketch o'tish, ya bo'lmasa lesson. Siz lesson deb o'zingizning dunyoga, kishilarga va o'zingizga bo'lgan ko'z qarashi to'g'risida ma'lum bir savoqni olganaman, darhol o'tmish o'zining kuchini qo'yib turdi degan.